Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi juma ayyomi barchamizga xayrli muborakli bo'lsin. Mana bugun majbur ozgina qo'limiz bo'shab qoluvdi. Keyingi mavsum uchun harakatlarni boshladik. Bu Esmeralda deb qo'yadi. Gansalia urug'imizni sepish jarayonini sizlar bilan birgalikda kuzatib ko'ramiz. Birinchi o'rinda joylarimizni ko'rib turibsizlar, mana bunday qilib chiroyli qilib tekis holatga keltirib oldik. Bu boshqa sizlar ko'rgan issiqxonamiz emas, bu ko'chatxonamiz hisoblanadi. Ozgina betartiblikka e'tibor bermaysizlar. Bularga endi ozgina mehr berib, qo'limiz bo'shamayapti. Kuzda endi shunaqa bo'lib turar ekan. Mana shu ko'rib turgan gullarimizni hammasini sekin-astalik bilan kesib ko'paytirish ishlari davom etyapti. Biz endi hozir qiladigan sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videoyimiz shu urug'larimizni sepishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bular hammasi chet davlatdan keltirilgan Panamerika firmasini Gansalia urug'lari. Bu Gansaliani hozir sepishimizning sababi bahorgacha chiroyli bo'lib tana olishlik uchun hozir sepib harakatni boshlaymiz. Avvalo yerni tayyorlashdan boshlaymiz. Yerimizni tayyor qilish uchun mana bunday maxsus yashichalardan foydalanamiz biz. Yana kimdir buni yerda o'stirishni ma'qul ko'radi. Biz uchun tepada bo'lgani ma'qulroq. Sababi bundan buyog'i qish namlik yuqori bo'ladi. Tepada bo'lsa issiqlik ham tepada bo'ladi. Shuni hisobiga biz tepadan foydalanamiz. Endi buni tekizlashimizdan maqsad nima deganimizda, suv berganimizda suv yo yoqqa yo bu yoqqa ketib qolmasligi uchun, hamma joyi bir xilda suv ichishligi uchun shunaqa tekis holatga keltirib olamiz. Buning uchun manaqa oddiy yashikni dasechkalardan foydalanamiz. Mana ko'rib turganingizdek tekis holatga keltirib oldik. Bu tekis bo'lmasa suvlar bir tomonga oqim, nam ash tomonda ko'payib ketish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekis qilib foydalanib olamiz. Endi bu urug'larimizni mana ko'rib turibsizlar, bulari oq ekan, mana white deb qo'ygani. Buniki pink ekan. Hozir white'dan yana bormikin yo bittamikin? Xo'sh. Mana hozir shu oqini sizlar bilan birga sepishni ko'rib chiqamiz. Avvalo mana piyolalardan foydalanamiz. Piyolaning tagi nam bo'lmasligi kerak. Sababi urug' yopishib qoladi. Shuning uchun bularda quruqda mana bunday qilib foydalanib olamiz. Bu nima uchun deganlarga, urug' yopishib qolmasligi uchun. Kimdir bunda plastmassadan foydalanadi. Bunaqa chinni piyolalardan foydalangan ma'qulroq. Meni tavsiyam qulayroq ham bo'ladi. Shuning uchun men odatda piyoladan foydalanaman. Hozir buni yana joyini tekizlab qo'yamiz. Hushyor kuzatuvchilarimiz joyni yana buzib yubordingu degan xayol bo'lmasligi uchun mana buni sekin-astalik bilan tekizlab qo'yamiz. Endi urug'ni birgalikda ko'rib, qani bismillah. Mana urug'imiz ko'rishinglar mumkin mana. Mana qo'lga ham sepib ko'rsatib qo'yamiz mana. Juda ham chiroyli, tiniq. Nimaga saro desanglar, o'zi aslida bunaqa bo'lmaydi urug'i. Sababi bu oz dorilangan. Shuni hisobiga mana shunaqa saro rangda bo'ladi. Usti granulalangan. Bu suv tegishi bilan erib ketadi. Urug' tanlashda eng aligindaqasi shu firmalarga e'tiborliroq bo'lamiz. Bu hamma urug'ni Panamerika deymizmi desa, yo'q, bu Panamerikada ba'zi Panamerika urug'lari borki, bizning muhitda o'sib ketadi. Guli katta bo'ladi, lekin balandligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun bularda urug' olishda ehtiyot bo'lgan ma'qulroq. Endi biz dehqon bo'lganimiz uchun mana ko'zchama qilib teng ikkiga bo'lib olamiz. Endi mana 2,5 mingta bo'ldi. 2,5 mingta bo'lgandan keyin bittasi bunga, bittasi bunga. Xo'sh. Endi buni qana qilib sepamiz deganlarga shunday qilamizki, har bir urug' shu birga bir joyimizga
bir xilda tushishi kerak. Qayergadir ko'proq, qayergadir ozroq. Biz hamma joyga bir xilda tushishi kerak. Agar bir yerga ko'proq bo'lib qolsa, o'sha yerda havo yurmasdan achish kasalligi kelib chiqishi mumkin. Qani bismillah. Buni sepishda eng asosiysi mana sekin astalik bilan bismillah. Buni birgalikda unib chiqqan holatini ham video qilib ko'rsatamiz sizlarga. Buni hozir sepganimiz Xudo xolasa mart oyini 15lariga tayyor bo'lib ochilib chiqadi. Uning uchun ozgina issiqlik ham berish kerak. O'zi emas. Bu o'zi Gansalia Esmeraldamiz. Sovuqqa chidamli. Sovuqda turaveradi, lekin amal olmaydi. Biz amal olishlik uchun ularga issiqlik yoqamiz. Ana, mana bizning operatorchamiz bor, u ham tushirib ham bordi. Buni hozir sepishimizga sabab hozir kuzgi quyoshimiz bor. Kuzgi quyoshimiz bu urug'larga juda ham foydali. Chiqishi tez bo'ladi. Batariyasi kamroq. Mana hozir sizlarga bitta ko'rsatib ham chiqamiz qanday holatda tushganini. Kimda qanaqa usuldan foydalanadi? Bularni ham yozib ketishinglar mumkin. To'g'risi hozir biz Xitoy gullari bilan ovora bo'lib, o'zimizni mavsumiy gullarga e'tiborimiz kamroq bo'lib qoldi. Safarlar deyapmiz, boshqa shunaqa ishlar bilan bo'lib, qo'limiz tegmay qolyapti. Mana bugun bularga ozgina punt qilib sepib chiqyapmiz. Qo'lingiz bo'shab qolganda like bosib, kommentariy yozib ketinglar. Obuna tugmachasini bosib qo'ysanglar, biz bu YouTubedan hech qanday pul topmayapmiz. Shunchaki bilmaganlarga bildiryapmiz xolos, o'zimiz bilganlarimizni. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana hozir sizlarga qanday holatda sepilganini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana biz operatorchalarimiz, mana yordamchilarimiz qo'lini ko'tarib, mana. Sekin-asta mana ko'ryapsizlar, hammasi bir xildek bo'lib tushgan. Endi hozir bularning ustidan suv berib, ustini yopib qo'yamiz va bu 3 kun davomida juda tez holatda chiqadi. Mana urug'larimizni sepib oldik. Endi navbat suv berishga. Yengil suv berib olamiz. Suvni kerakli suvni bermasangiz, kuz payti hozir namlik ko'tarilib, urug'laringiz achib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Kam ham berib bo'lmaydi. Sababi kam berib qo'ysangiz, ustidagi granulalar erimasdan urug'lar chiqmasligiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Mana hozir bularga suvni chiroyli qilib berib, ustini yopishini ham birgalikda kuzatamiz. Buni ba'zilar kimlardir sir saqlaydi bu ishlarda. Bu sir narsa yo'q. Hammasi oddiy. Bu gulchilikda ikkita narsada adashmaslik kerak deb hisoblaymiz. Suv bilan havosida adashmang, qolgani hammasi joyida ketaveradi. Sababi qaysi gulga qancha suv berib, qanaqa muhit kerakligini siz bilsangiz, Xitoy gul bo'ladimi, Gollandiyanikimi, mavsumiymi, qanaqa gul bo'lgan taqdirda ham juda chiroyli bo'laveradi. Bu aralashmamiz qanaqa aralashma desangiz, bu aralashmamiz maxsus. Buning ichida kakao suvi to'rifi ham bor. Biogomisi ham bor. Hamma ozuqalari bor. Eng asosiysi bular g'alvillangan. Ko'ryapsiz, juda ham mayin holatda. 5lik g'alvirda, razmerda g'alvillangan. Mayin holatda. Buni urug'larga foydalanishdan maqsad yangi nihollar tepadan o'sib chiqayotganda bismillah. Qo'lim tegib ketdi. Yangi nihollar chiqayotganda qiylanmasligi uchun mana shunaqa yuqqa mayin aralashmadan foydalanamiz. Ko'ryapsizlar, hamma joyi bir xilda. Qayergadir ko'p, qayergadir oz emas. 0,5 santimetr atrofida. Agar sizni ko'chatlaringizda yoki urug' sepganingizda qandaydir namli yuqori bo'lib ketsa, uni ustidan yengil g'alvirli quruq
aralashmadan foydalansangiz namlikni terishi mumkin. Bu yana bitta sirlardan biri. Ko'pchilik namlikni yo'qota olmay qoladi kuz oyiga kelganda. Namlikni yo'qotishda bittadan yana bir yo'li ustiga yengil quruq aralashmani g'alvillab olsangiz, namlikni tortib oladi o'ziga. Mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatda, hech qaysi urug' ko'rinmaydi. 0,5 santimetr haligi bozorlarimizda nimaga bu esmeralda qimmat deydiganlar uchun esmeraldani qimmatligiga sabab mana ko'ryapsizlar, kuz oyidan boshlab harakat boshlanadi. Shuni hisobiga bu nisbatan qimmatroq. Urug'i ham qolgan gullarga nisbatan sezilarli darajada narxi baland. Shuni hisobiga esmeraldalar bozorlarimizda qimmatroq narxda sotiladi. Endi dehqonlarimiz uchun yana bir nima tavsiya, bu esmeraldani bozori o'tib qolgandan keyin tayyor qilsangiz, u siz qilgan mehnatingiz yetarli darajada baholanmaydi, bozor past narxda oladi. Shuning uchun buni erta kunda dehqonlarimizga tavsiya, ertaroq harakat qilib, ertaroq bozorga olib chiqishga harakat qiling. Agar bu yoz oylariga qolib ketadigan bo'lsa, maydan keyin chiqarsangiz esmeraldani bozorda juda ham past narxda belgilanadi. Shuning uchun bu esmeraldalarda erta kunda shtrobka qilib ochiltirishga harakat qiling. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli holatda yopdik ustini. Biz sababchimiz xolos, biz yaratuvchi emasmiz. Sababini mana qo'ldan kelgancha qildik. Xudo xolasa, mana shu ko'rib turgan ko'chatlaringlar, urug'laringlar 3 kun, 4 kun davomida juda chiroyli holatga keladi. Mana sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz mana shunaqa hech kim aytmaydigan sirlarni ham vaqti bemahal aytib turishga majburmiz. Bu taraflarga e'tibor qaratmay qo'yaverasizlar. Sababi u yoqlarga endi harakat qilyapmiz. Mana shu bizning ko'chatxonamiz.